Xitoy 9 nafar Angliyalik shaxs va 4 organga embargo yurgizganligini e'lon qildi va ularni yomon g'arazda yolg'on va soxta uchur tarqatish bilan aybladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 26 mart kuni bayonot e'lon qilib, Uyg'urlar masalasida eng kuchli fikr bayon qilib kelayotgan Angliyaning 5 nafar parlament a'zosini o'z ichiga olgan 9 kishiga jazo berganligini jakarildi. 22 mart Angliya Yevropa Ittifoqi, Amerika va Kanadaga qo'shilib Uyg'ur qirg'inchiligiga chidishliq 4 nafar Xitoy amaldori va 1 Xitoy organiga embargo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Angliya bosh ministri Boris Johnson bu kishilarning Uyg'urlarga qarshi og'ir kishilik huquq tafsandichiligini oshkorlashda muhim rol o'ynaganligini bildirdi. Bu 5 nafar parlament a'zosi Angliya Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Duncan Smith, Nusron G'ani, Tim Lofton, Bernice Kennedy va Lord Alton. Ularning hammasi Xitoyga qarshi parlamentlararo ittifoqning a'zolari. Embargo yurgizilgan boshqa kishilar bo'lsa, Xitoy tadqiqot guruhiga rahbarlik qiladigan parlament a'zolari Tom Togindad va Neil O'Brien. Osonliq millatlar to'piga qaratilgan vahshiylikni tekshirayotgan Uyg'ur sud mahkamasining raisi advokat Sergey Ferines, Newcastle universitetining ilmiy tadqiqotchisi Joe Sims Finley, uning tadqiqoti Uyg'urlarni asos qiladi. Mazkur jazo bo'yicha bu kishilarning Xitoyga, jumladan Hong Kong va Makao, Aumin qatorliq joylarga berishi man'iy qilinadigan. Shuningdek, ularning Xitoydagi barliq mol-mulki to'g'ritilgan. Shuning bilan birga Xitoydagi hech qanday shaxs yoki o'rinning bu kishilarni Xitoyga taklif qilishiga ruxsat qilinmaydi ekan. Indoneziyadagi bir guruh o'quvchilar namoyish o'tkazib, Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsandichiligi va zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Islom o'quvchilar birlashmasining bir guruh a'zolari poytaxt Jakartadagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Indoneziya hukumatini Xitoy mahsulotlarini boyqut qilishga chaqirgan faoliyatchilar Sharqi Turkiston rayonidagi kishilik huquq tafsandichiligining xalqaro adliya sudiga sunilishini talab qildi. Programmani tashkillovchi Remo Bukes Anadolu agentligiga biz Uyg'urlarga qaratilgan qiynash va qirg'inchilik qatorliq har xil kishilik huquq tafsandichiligini to'xtatishga chaqiramiz dedi. Boshqa din va guruhlardan kelgan kishilarni Xitoyga qarshi namoyishga taklif qilgan Bukes mundaq dedi. Tilga ilingan masala musulmonlarni qirg'in qilish emas, balki insoniyatni qirg'in qilish masalasidir. Aqsaray bayonotchisi Jin Pisaki Xitoyning Uyg'urlarning majburiy emgaki sababidan Xitoy bilan bo'lgan savdoni uzgan marka va shirkatlarga bo'lgan bisimini misol qilib, biz Xitoyning Sharqi Turkiston rayonidagi kishilik huquq tafsandichiligini to'xtatish va majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishning oldini olish uchun kuchli tadbir qo'llanayapmiz dedi. Amerika iste'molchilarining pullarining nega ketganligini bilish huquqi borligini ta'kidlagan Pisaki mundaq dedi. Biz xalqaro jamiyat Xitoyning xususiy shirkatlarga bo'lgan sodiqmanligini bozorga qarshi qurol sifatida ishlatishga qarshi turishi kerak deb qaraymiz. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Said Xatibzoda o'z davlati bilan Beijing orasida Xitoy qo'zg'agan bir balvoq bir yo'l turiga qatnashishni planlagan 25 yillik hamkorlik kelishimining imzolanganligini e'lon qildi. Xatibzoda rasmiy ziyorat uchun Eronga kelgan Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining ziyorati haqida bayonot e'lon qildi. Xatibzoda ikki davlatning 25 yillik hamkorlik kelishimi imzolab, Xitoy qo'zg'agan bir balvoq bir yo'l turiga qatnashishni planlaganligini bayon qildi. Bu kelishimning tunji qatam Xitoy prezidenti Xi Jinpingning 2015-yili Tehrandagi ziyorati jarayonida kun tartibga keltirilganligini bayon qilgan Xatibzoda mundaq dedi. Bu kelishimda ikki davlatning har qaysi sohadagi hamkorlikning iqtisodiy o'lchami va Eronning Xitoyning bir balvoq bir yo'l turiga qatnashish yo'l xaritasi nazarga olindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Washington hukumatidan Tayvandagi mustaqillikni qo'llaydigan kuchlarga yolg'on signal bermaslikni talab qilib, Amerikaning bir Xitoy prinsipiga og'ir xiloflik qilganligini o'ttirib qo'ydi. Ministerlikning bayonotchisi Hua Chunying qaralik muxbirlarni kutib olish yig'inida dengiz qirg'iqi muhofazat atirti xizmat guruhi qurib, Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi dengiz hamkorligini oshirish imkoniyatiga ega qiladigan kelishim haqida to'xtaldi.
Bayonotchi Xua Amerikaning aloqador kelishimlar bilan bir Xitoy prinsipi va xalqaro qonun prinsipiga ig'ir xiloflik qilganligini bayon qilib, Xitoy buningga qat'iy qarshi turdi dedi. Tönögün, Amerika bilan Tayvan o'rtasida imzolangan kelishim qonunsiz baliq tutishni azaytish, dengizda birlashma izlash va qutqizish xizmatlari elib berish va dengiz okean boyligini qo'g'dashni o'z ichiga oladi.